shaharlar, saroylar, amirlar yoki boshqalar, balki muassasalarni ham o'zini kutubxonalari bo'lar edi. Shifoxonalarni, madrasalarni, yana boshqa ilmiy muassasalarni ham alohida o'zini kutubxonasi bo'lar edi. Nosiruddin Tusiy degan mashhur falakiyot ilmini olimi bor. Musulmonlarning eng katta olimlaridan, bizi Ulug'bekka o'xshagan. Shu kishini Tus shahrida rasadxonasi bo'lgan. Rasadxonani kutubxonasida 40 ming nusxa kitob bor ekan. Ilmiy muassasa, yulduzlarni o'rganishadi. Lekin kutubxonasi bor, 40 mingta kitob, hammasi qo'lyozma. Ya'ni 40 ming kitobni har biriga xattotlar 1 oylab, 2 oylab, 3 oylab o'tirgan. Mana shuni qilib yuzaga chiqarib, rasadxonaga kutubxona qilib qo'yibdi. Buxoroni amirlaridan biri kerak bo'lib qolib, bir tabibni huzuriga chorlabdi, odam yuboribdi. Borib palonchi tabibni olib kel, chaqirib kel. Chopar borib, shunaqa amir hazratlari sizni so'rayapti, kerak bo'lib qolibsiz degan ekan, 1000 marta uzr. U amir janoblariga borib, meni uzrimni ayting. Men ko'chayotganidan, kitoblarimni 400 ta tuyaga yuklab qo'yganidan bora olmayman debdi. Tabib odam, mulla emas, o'qituvchi emas, kitob yozuvchi emas, tabib odamni uyini ko'chayotganidagi yukini ichida 400 tuyaga yuk bo'ladigan kitobi bor ekan. Bu roman emas. Odamlar o'zicha o'tirib to'qib olmagan. Bu hujjatlik, dalillik, yoziqlik turgan narsalar. Ana musulmon olami kitobni qay darajaga yetkazgan? Olamni kitobga to'g'izib olgan. Hozir dunyoni qayeriga borib, muzeyga, o'sha kitob saqlanadigan joyga qadimgi qo'lyozmalarga kirsangiz, hammasi musulmonlarniki. Hammasi musulmonlarning qo'lyozmalari. Hali o'qib bo'lishgani yo'q. Mana biz o'zimizda Beruniy nomidagi qo'lyozmalar instituti ma'hadi bor. Ro'yxatini qilish bo'lgani yo'q hali. Qilishyapti yana. Juda qattiq urinishyapti, bo'lyapti, jild bo'lib ketyapti.